Yamal mana shu ikki klashga javob beradi. Carvajalni bu yerda qilgan provokatsion harakatlari ham o'zini yoshiga yarashmaydigan ishlar deb hisoblashim. Real bu yog'iga klashga o'tkazadi. Mag'lubiyatlar sabab bo'ldi-da bu narsaga. Yamanning hayotiga, Yaman yurish-turishiga javob beradigan otasi ham 18 yoshli bola. Mana yana shu narsa qaytib o'tdi. Messini borligini o'zi bosib. jarohatlar Barselonaning eng asosiy minuslaridan biri deb e'tirof etgan bo'lardi. Lamin Yamalga 2-3 ta top yo'ldan qo'ydi. Yopishyapti. Agar shu yerda Rafinha bo'lganda, Men o'ylashim bo'yicha mana shu klashda ham qatnashish yaxshi. Cristiano Ronaldo qilgan ishni qila olsa, O'tgan yilgi Real yerda tegib ko'milib yo'q ketgan Realda. O'tgan yilgi Real Barselonani eng nozik nuqtasi Chesney deb qaralgandi. O'yindan oldin yurt chekkada gaplashib olamiz, jestlari bilan harakati. Lamin Yamal degan figura bora-bora bizlarning ko'z oldimizda yo'q bo'lib ketishi mumkin. jahlini chiqarishdi. Vinicius ham aytib o'tdi. orqaga berasan. O'rtaga lekin Ronaldoga ruschada aytganda kandidat bo'lish uchun kim bo'lishi mumkin? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bizda Foodcast podkastining ikkinchi loyihasi va bizning bugungi mehmonlarimiz Shahlovchi Sardorbek va Murat Kabulov. Taxririjdan tanilgan blogerlarimiz. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum aka. Juda ham xursandmiz tashrif buyurdik endi xudo xolasa El Clasico haqida gaplashar ekanmiz. Taklif qilganingizdan avvalambor xursandmiz. Rahmat kattakon. Jo'rabek aka. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Bugun xudo xolasa El Clasico'da bildiradigan fikrlarimizni to'laqonli bildirishga harakat qilamiz. Ba'zida Instagramda yoki boshqa joylarda bildira olmagan fikrlarimiz bo'lsa, podkast davomida buni Albatta. boramiz. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz bizani shunaqangi ashaddiy mavzu bu El Clasico, Real hamda Barsa. Kechagi o'yindan keyin bo'layotgan har xil gaplar, Carvajal, Laminning jangi, 3 gol bo'ldi, lekin undan ko'proq gol kutgandik albatta. Shunda sizlarning fikringiz qanaqa bo'ldi o'zi mana o'yindan oldin qanaqa natija kutdinglar o'zi? Natija Real favoritligi bu aniq edi, chunki sabab Real nisbatan Barselonaga nisbatan optimalroq formada keldi bu o'yinga. Keldi deyishimiz ham noto'g'ri, mezbon edi o'zi. Mezbonligi ham bu yerda katta rol o'ynashi mumkin. Barselonada esa jarohatlar juda ham ko'pligi, asosan Rafinha'ning yo'qligi bu Barselona muxlislari juda ham ko'p ta'kidlashdi. Rafinha'ning bu o'yindagi roli juda ham balandligini oxirgi 4 ta 5 ta El Clasico'larida buni hammamiz menimcha ko'rdik. Hansi Flickning roli ham bu yerda juda muhim edi. Hansi Flick bu yerda yo'qligi. Endi tanaffus vaqtida gaplashgan bo'lishi mumkin, lekin o'yin davomida o'zgartirish kerak bo'lgan vaziyatlarda yordamchi murabbiylar tomonidan qo'yilgan xatoliklar balki sodir bo'lgandir. Rafinha yoki Lewandowski yo'qligi men o'ylashim bo'yicha unaqa katta ta'sir o'tkazmadi baribir. Chunki bilmayman qanaqadir ularni yo'qligi yoki bo'lmaganda ham xuddi shunaqa hisob bo'ladi deb o'ylayman men. Jarohatlar deganimda endi faqat Rafinha yoki boshqasi emas, optimal formada ham deb bo'lmasdi. Masalan, Dani Olmo ham yaqinda Ispaniya tarkibida jarohatdan qaytib keldi. De Jong ham masalan oxirida hal bo'lib qoldi. Kundeni mashg'ulot bir marta mashg'ulot o'tadi jarohatdan keyin adashmasam. O'zi Balde ham yaqinda qaytgan. Baribir jarohatlar sezildi. Yamalni gapirmasa ham bo'ladi. Siz fikringiz bo'yicha Real Madrid nimaga yutdi? Chunki Barselonada jarohat bor. Optimal formada emas desa ham bo'ladi hozir Barselonani. Mavsum boshidagi Barselona qanday zo'r edi sizdan? Mavsum boshida Barselona juda ham zo'r o'yin ko'rsatayotgandi, lekin jarohatlar boshlangandan keyin, Yamaldan boshlangandan keyin, Yamalning jarohati juda ham jiddiy jinsiy a'zosiga yaqin joydan, lekin buni yashirib qandaydir belida yana qayerlardadir deb yashirishayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa qiz do'stidan keyin bu narsa sodir bo'lyapti. Mana shu fakt bor, mana shu fakt bor. O'sha qiz bola do'sti men o'ylashim bo'yicha shu esingizda bo'lsa rostdan shu gapingiz to'ppa-to'g'ri, Barselona mavsumni zo'r boshladi. Lekin o'sha Lamin Yamal jarohat olganidan keyin PSJga qarshi o'yinda boshlandi o'zi bu hammasi. Shunday boshlandi. To'g'ri. Yamalda ham optimal formada deb bo'lmasdi bu o'yinda. O'zini 100% imkoniyatlardan foydalana olmadi baribir. Chunki Yamalda biz ko'rganmiz, Trevela paslari, uni o'tib ketishi, dribling bilan baribir o'sha jarohat bu narsalarni to'sib qo'yishini biz ko'rdik kechagi o'yinda. Men o'ylayman El Clasico'da bu rostdan ham bu katta figura edi, ya'ni Lamin Yamal. Agar uni o'yini qovushganda Barselona yutib ketishi mumkin edi. Chunki undan nima kutilishi hech kim taxmin qila olmaydi. Yamalda bor bu narsa. Boshqa futbolchidan kutilishi mumkin, lekin Yamaldan kutilmaydi. Kutilmalari ko'p chunki unda hozir. O'zi aynan bu o'yinda kelib turib, formasi yaxshi emasligi sezilib qoldi. Ya menimcha, mana bu o'yindan oldingi mana bu gaplari bo'ldi-yu.
o'sha gaplari ta'sir qildi deb o'ylayman. Yaman katta gapiryordi, bu fakt. Yo, ta'sir qildi o'sha. Aynan hushtakbozlik 18 yoshli bola. Nima qilib tosh bo'lsa. Mana Yamal bu yerda bizga kerakli bo'lgan narsa, biz muxlismiz birinchi navbatda. Bizga El Clasico'ni o'sha 2010, 2013, 14 davridagi qandaydir bir muhit kerak. Biz buni sog'inganmiz. Jang. Jang bo'lsin rostdan ham. Yamal bizga mana shu narsani qandaydir ma'noda yetkazishga harakat qildi deb qabul qilsak, bizga shou kerak, haqiqiy futbol kerak. Yamal buni uddaladi. Lekin Carvajalni bu yerda qilgan provokatsion harakatlari ham o'zini yoshiga yarashmaydigan ishlar deb hisoblashimiz mumkin, sababi 40 yoshga to'ladigan futbolchi. Yaqinda 40 yoshga to'ladi, Yamal 18 yoshda. Yamal. Yo'q, o'qigan ishini o'sha kiyinish xonasida ham qilsa bo'lardi. Oldiga borib, nima deyapsan, unaqa demagin, yosh katta masalan. Qilsa bo'lardi. Agar men ukam bo'lganida men borib shunaqa qilardim. Terma jamoadagi safdoshi, telefon nomeri bor, telefonda gaplashib olsa ham bo'ladi. De Jong to'g'ri aytdi. De Jong o'yindan keyin fikrlarini bildirib o'tdi. Gapmoqchi bo'ldi Carvajal rostdan. Carvajal bu yerda qandaydir yoshiga yarasha ishlarni qilmadi deb o'ylayman. Naborot bu yerda Yamal yurt chekkada gaplashib olamiz, o'sha jestlari bilan, harakatlari bilan yurt chekkada gaplashib olamiz. Hammani oldida o'zingni ko'rsatma degan maqsadda harakatlarni amalga oshirdi. Bu yerda Yamal professionallikka intilayotgan futbolchi. Yamalda yaxshi ham Yamal security Rafinha degan. E'tibor qilishimiz kerak. Yugurib keldi. Yugurmoqchi bo'lib turibdi, bor. Yamal haqiqiy emotsiya bizga taqdim etayotgan futbolchi, futbol mana shu ishlari bilan balki. Aynan klassikoda buni ko'rdik. Storieslarida yoki boshqasida biz buni 100% ko'rdik. O'yindan keyin ham asosiy masala bu Yamalning o'sha o'yindan oldingi gaplari yana muhokamaga sabab bo'lyapti. Mana endi siz nima deb o'ylaysiz Sardor aka? Yamal haqida, mana biz Yamal haqida. Hozir menimcha o'yinni boshidan boshlamasdan oxiriga o'tib ketdik, chunki bu katta voqelik. Eng qiziq joyga o'tib ketdik rostdan. Rostdan ham qizishib ketdik. Lekin umuman o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, o'yindan oldin men video qilgandim o'zimning blogimda, Instagram tarmog'imda. Ikki jamoani o'sha mag'lubiyatga uchrashi va g'alaba qozonishga undaydigan ustunliklari bor deganimda. O'sha Realda ham bor edi, bu Barselonada ham bor edi. Barselonada o'sha ustunlik tarafi tabiiyki bu Flickning jamoasi 2 mavsumdan beri shakllanayotgan jamoa. Barselona Realga qarshi qanday o'ynashni biladi. Futbolchilar o'tgan mavsumning jamoasi. To'g'ri, Realda ham eski futbolchilar bor, o'tgan mavsumning futbolchilari. Lekin ularda minus tarafi o'sha hali jamoa yangi qurilyapti. Xohlaymizmi yo'qmi, bu Carlo Ancelottining jamoasi emas. Realda yangi qurilmoqchi bo'lsizda. Yangi Barselonaning ustun tarafi o'sha shakllanganroq jamoa, lekin Barselonaning o'ziga xos minus tarafi jarohatlar bilan yetib kelganligi o'yinga. Rafinha, Lewandowski, o'sha Olmo, hozir yuqorida fikr bildirildi. Rafinha bilan o'sha Lewandowskining yo'qligi uncha ta'sir qilmas. Yo'q, katta ta'sir aynan shu hujum fazasi bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun jarohatlar Barselonaning eng asosiy minuslaridan biri deb e'tirof etgan bo'lardim. Realda esa o'sha minus tarafi ular yangi shakllanayotgan jamoa edi. Shuning uchun o'z-o'zidan boshqa minus yo'q edi. Realning yana Barselonadan plus tarafi jamoada nisbatan futbolchilar optimal formada kelishdi. Ya'ni jarohatlar qaytib olishdi, Carvajal, Trent va boshqa futbolchilar, Sebalioslar qaytib olishdi va jamoa nisbatan Barselonaga nisbatan optimal formada edi. Shuni hisobga olgan holda men jamoalarning imkoniyatini teng hisobga olgandim, lekin baribir taxminingiz qanaqa edi o'zi taxminingiz o'yindan? Men 2-2 bo'ladi deb o'ylagandim. Nega? Chunki ikki jamoada ham misol uchun Barselonada himoya o'zini ishini u qadar zo'r eplamayapti. Mavsum davomida Barselonada misol uchun himoyachilar joyida bor masalliqni oladigan bo'lsak, optimal holatda himoya, sport formasi u qadar yaxshi bo'lmasa ham, lekin o'sha Sevillaga qarshi o'yinda ko'rdik, ular anchagina o'sha yuqori liniyani ushlashda xatoliklarga yo'l qo'ydi. Faqatgina shu Asaddan o'sha Barsa Asadni ushlamoqchi, lekin Sevilla faqat kontra-atakadan qarshi hujumlarda urdi faqat. Undan keyin e'tibor bergan bo'lsa, Sevillada faqat mag'lubiyat. Ko'rdinglarmi shu? Mag'lubiyatga Barsa o'sha yuqori liniyani ushlashda muammolar borligi uchun himoya Barselonada zaif, lekin Realda ham himoyada endi jarohatdan qaytishdi. Bu yoqda Valverde bor, o'sha o'ng qanotda hali qanaqa o'yin ko'rsatadi degan savollar bor edi. Shuning uchun himoyadagi biroz inqirozlar sabab o'sha ochiq eshiklar kuni bo'ladi deb o'ylagandim. To'g'ri, muammolar bo'ldi, lekin nisbatan Real himoyada Barselonaga nisbatan o'yinda stabilroq harakat qildi. Shuning uchun ko'p ehtimol himoyaning evaziga ham anchagina ustunlikni ushlab turdi o'yinda. Eng qizig'i, e'tibor bergan bo'lsanglar,
Real Madrid muxlislari bu g'alabani xuddi Chempionlar Ligasi finalini yutgandek nishonlashdi. Xuddi mana shu gapni aytdim. Mana shu gapni endi rostdan buni aytmasa Rostdan bo'lmaydi. bor. Real qilib bo'lmaysizlar, chunki bu Bor fakt. O'tgan yili bitta ham g'alabasiz o'ynagan jamoa birinchi Klasikoda g'alabasi umuman g'alaba ikki yo'q. bir hisobni yutib turib final yutganda nishonlayapti. endi Man ko'rdim, man Tibo Kurtualar shunaqa sakrab, Viniciuslar, вообще bu qanaqadir chempionlik bir bahsidek qilishdi-da, to'g'risi. Chunki rostdan ham o'tgan yilgi mag'lubiyatlar sabab bo'ldi-da bu narsaga. endi Qandaydir- bu yerda bilasizmi, Real Madrid 4 ta jabhada yutdi deb o'ylayman bu o'yinda. Shuning uchun ham o'sha xursandchilik yuqori darajaga chiqib ketdi. Nima? O'tgan yilgi 4 ta mag'lubiyatli seriyani buzdi. Bu bir. Asosiy bu. Ikkinchi, Lamine Yamal ustidan g'alaba qozondi. Futbolchilar ham Gapiga javob o'yin- berolmadi. ha, Ha, ham to'g'ri, o'yinda, ham ruhiyatda yutdi Lamine Yamalni. Maydonda Barselonani yutdi, o'yin taraflama yutdi va hisob bo'yicha yutdi. Shuning uchun ham Real futbolchilarining xursandchiliklari juda ham yuqori darajada Agar chiqdi. Chesney bo'lmaganida hozir bir 5 ta gol urardi shu. Ha, Ehtimol, Chesney ehtimol. bo'lmaganda Chesney eng dunyodagi tushunarsiz darvozabon bo'lsa kerak. Faqat katta jamoalarga qarshi o'yinlarda pik formasiga Lekin chiqadi. aslini olganda Barselonani eng nozik nuqtasi Chesney deb qaralgandi. O'yinda Shu oldin mana o'yindan shunaqa deb oldin- o'ylagan. shunaqa. Lekin Chesney bo'lmaganda Chesney уже Joan Garcia bilan Ter Stegenning soyasida qoladigan futbolchi sifatida qaralgandi. Ter Stegen ham qaytsa, Joan Garcia bilamiz, u Espanolda Uchinchi qaysi darvozabon, daraja, uchinchi darvozabon sifatida qaralgan va bungacha ham unaqa ko'p o'yinda tushmadi. Joan Garcia tushib kelayotgandi jarohat sababli va hozir tomdan tarasha tushganday bu tashlandi. Qanaqa o'ynaladi? Mbappega qarshi zo'r formada bo'lib turgan Viniciusga qarshi shu paytgacha yaxshi o'ynab kelayotgan Arda Gullerga qarshi hujumchilikka qarshi qanaqa o'ynaladi va o'sha shuning uchun past baholangandi, qaysidir ma'noda nozik nuqta sifatida qaralgandi. Vaholanki bu nafaqat Barselonaning tarkibida, balki o'yindagi eng yaxshi ball olgan futbolchi 9-6 ball oldi. 9-6 Bu ball. oxirgi Oxirgi marta yuqori darajada. Benficaga qarshi o'yinda olganda adashmasam. Xullas, Endi. Xabi Alonsoga to'xtaladigan bo'lsak, Xabi Alonsoni bu yerda o'tgan yilgi Real bilan bu yildagi Real farqi kattami yo unchalik katta emasmi? Yo'q, anchagina katta. Xabi Alonsoga to'xtaladigan bo'lsak, Xabi Alonso so'nggi 15 yillik murabbiylarning ichida Real Madridni El Clasico'dagi imtihonini 5 ga topshirgan ikkinchi murabbiy bo'ldi. Ya'ni bungacha o'sha Zidan faqat Birinchi El Clasico. so'nggi 15 yillik, so'nggi 15 yillik murabbiylarning ichida Zidan birinchi El Clasico'sini yutib olgan. O'sha Mourinho mag'lubiyatga uchragan, Carlo Ancelotti mag'lubiyatga uchragan va Julian Lopetegui, Solarilar mag'lubiyatga uchragan birinchi El Clasico'da va faqat Zidan, Benitez ham bor. Faqat Zidan g'alaba bilan boshlagandi va savollar bor edi. Alonso qanday boshlaydi? Alonso qanday harakat qildiradi jamoani El Clasico'da degandi. O'tgan yil bilasizmi, Real Madrid nima uchun Barselonadan nozikroq ko'ringandi? Agarda yaxshi ishlagan ekan, men shu narsasiga e'tibor berdim. Real Madridning pressingida juda ham katta o'zgarish qilgan, pressingni yaxshi yo'lga qo'ygan. Alonso pressingi zo'r ekan, rostdan men ko'rdim. Alonso o'tgan yilgi o'yinlarga qarab xulosa chiqarganki, agarda Barselonani tinimsiz pressing ostida qoldirib mag'lubiyatga yutmasa, mag'lubiyatga uchratmasa, ularni nazoratli futbolga qarshi boshqa chora topa olmadi. Qizig'i Vinicius bilan Mbappani yugurib turibdi, e'tibor berdinglar. Rost Orqaga qaytib yugurib Mehnat qilyapti, mehnat Shu o'zi kecha shu samarasini berdi. Masalan, Shu- Lamine Yamal bilan to'p bilan tepib, keyin qandaydir harakatlarni amalga oshirdi. Vinicius o'zini xarakterini ko'rsatdi. Endi Alonso o'zi pragmatik futbol taklif etadigan murabbiyda o'zi. Carlo Ancelotti qandaydir emotsional jamoa qurib bo'lgandi. Carlo Balki- Ancelotti ko'proq talantga ishongan odam edi, menimcha shu o'yindan talantga ishongandi. Chunki Rodrigoni faqat asosiyda tushirardi, shunday ishlarni ko'p qilardi. O'yinchilarga bo'sh anaqalarni berardi. Xohlagan Imkoniyat. ishlarni gollarni bergan. Carlo unaqa emas. Xabi hammasi mamnay qilasan, sen bunday qilasan, sen bunday Aslida shu qilasan. Barsa ham o'zi, Xabi Alonso ham o'zi aslida shu Barsa sifat o'yin. U ham shu Guardiolaga o'yin. Zamonaviy murabbiylarda hozir faqat shunaqa. Baribir Xabi Alonso o'sha ispaniyalik murabbiylar qatoriga kiradi. Guardiola Carlo Ancelotti, anaqasi bor, demak, Carlo Ancelotti ko'proq individualizmga ishonardi. Individuallikka ishonganligi uchun Realda ko'proq o'sha o'tgan mavsumda futbolchilarni kayfiyatiga bog'liq bo'lib qoldi, jamoaning yaxshi natijalari. Bitta misol uchun Viniciusni o'sha oltin to'pdan keyingi voqealarda Viniciusning sport formasi, sport formasi tushgandan so'ng o'sha qarang, kelyapti Mbappe Wenger sifatida, men Wenger sifatida o'zimni qulayroq his qilaman degan ma'noda gapiryapti. Aslini olganda ko'pincha
solishtiruv ham chiqib ketdi-ku. Ronaldoga savol berilgan. Maydonni qaysi pozitsiyasida o'ynaysan deganda, menga farqi yo'q. Maydonga tushsam bo'ldi degan. Bu yoqda Mbappe men o'zimni ko'proq winger sifatida o'zimni yaxshi his qilaman degan. Shuni ketidan Mbappe kelgandan so'ng u wingerlikni xohladi. Wingerlikda Vinicius bor va zaxiradan tushishga tayyor bo'lib turgan, men ham wingerlikda o'ynayman deb turgan Rodrigo ham bor edi. Shuni evaziga uchta futbolchi o'rtasida ichki nizolar paydo bo'ldi, biroz kelishmovchiliklar paydo bo'ldi. Biz bilan qo'shila olmayman, nizo bo'ldi-da, lekin bitta gap bor, Flick shunchaki yo'q qoldi Realda. O'tgan yilgi Real yeri tegib ko'milib yo'q ketgan Realda. O'tgan yilgi Real lekin Carlo Ancelottini oxirgi mana bu kelgan joy bo'ladi-yu, o'sha kelgan joydagi Real edi-da. Lekin jamchal emas, lekin transfer bo'ldi-ku. Mbappe yo'q, endi transferlarda emas, aynan o'yin jihatidan aytyapman. Birinchi men kelgan yillar Chempionlar Ligasida yutgan jamoa. Undan oldingi yili. O'tgan yili eng oxirgi kelib qoldi deyman. Lekin Real birinchi El Clasico'ni oladigan bo'lsa, o'sha 4-0 da ham favorit jamoa edi. Hech kim yutqizishini kutmagandi, lekin o'sha Realga. Shuni aytaman. Keyinchalik bu narsa bo'lib ketdi. Oxirgi 4-El Clasico'da ham balki endi Real yutar degan joyida qoqildi. Yo'q, Real Chunki o'yinlarda El Clasico'da o'tgan yil o'yinlarda umuman o'ynay olmadi. Bitta eng o'ynagani shu Super Kubok finalida yaxshiroq o'ynadi. Yana fikrlar qanaqa masalan shu Real bilan Barsa nima qilish kerak deb yog'iga masalan Barsa tiklanish uchun yoki Barsa tiklanish shart emasmi, shunchaki Lamine Yamal tiklansa bo'ldimi? Yo'q, bu yerda hozir Barselona o'sha maydonga tushishdan oldin o'sha baribir muammolar bilan tushdi. O'sha jarohatlar muammosi baribir xohlaymizmi, bu yerda muhim faktor bo'lib qoldi. Barselona o'sha faqat Lamine Yamalga qarab qolmaslik kerak edi birinchi o'yinda, lekin Realga nisbatan tarkib Realda optimalroqdir, lekin shakllanganlik jihatdan, konkretlik jihatdan Barselonada tarkib tayyor edi. Real Madrid esa qaysi tarkibni taslasam bo'lar ekan bu Barselona degan Xabi Alonso oldida savollar bor edi. Lekin Barselonada o'sha Ferran Torres, Rashford va Yamal tushishi o'zi konkret hal qilib bo'lingan edi. Barselonada asosiy muammo nimada edi? O'zi mavsum boshida Inigo Martinez ketdi. Bu Ter Stegenni qolishi uchun, ro'yxatdan o'tkazish uchun bilmadim nimaga. Ispaniyada faqat Barselonada mana shu muammolar bo'lsa kerak, futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish. Shunda Inigo Martinez ketgan bo'lsa, uni o'rni to'ldirilmadi. Himoyadagi muammolarni ko'rib turibmiz. Erik Garcia baribir Inigo darajasidagi emas, futbolchi emas. Buni El Clasico'larda ham ko'rdik. Inigo Martinez juda ham zo'r formada edi. Rashford keldi, Juan Garcia keldi, lekin qolgan nuqtalarda ham muammolar yetarlicha edi. Runi Barji endi u Olympiakosdan keldi. Unchalik ham yopib tashlaydigan futbolchi deb o'ylamayman Runi Barji. Zaxiradan tushib kecha tushganda ham beradigan futbolchi-yu, lekin asosiy tarkibda hali unaqa, umuman asosiy tarkibda emas, zaxiradan tushganda mayda o'yinlarda, lekin katta o'yinlarning mas'uliyatini u qadar his qiladigan futbolchi sifatida hali bir marta o'zini yaxshi ko'rsatdi, o'sha Ronaldinyoga o'xshab o'tib ketishdi. Undan keyingi Barselonaning o'yinlarini ko'rib boradigan muxlislar menimcha Runi Barjini hal qiluvchi, finish beradigan o'yinchi deb hisoblamasa kerak. Lekin kecha aynan o'sha tushganda deb o'ylayman, Yamalda ancha foydaliroq bo'lardi. Yamal olib tashlash kerakmidi? Yamalni olib tashlash kerak edi. Yamal baribir jarohat bilan o'ynadi, chunki boshqa iloji yo'q edi. Flick o'ynamasdi hamda. O'yna olmasdi, o'yin o'xshamadi. Bir tarafdan bosim bo'ldi, bir tarafdan o'sha gap so'zlardan keyin ham Yamal o'sha gap so'zlarimga yarasha o'ynayman degan bosim bilan o'ynadi. Buni ichkara bosim bilan o'ynaganda. Shu stories qo'ydik-ku Instagramiga. Men o'yladim endi masalan o'yinda o'shada hozir yoradi deb o'ylaganim, to'g'risi. Rostda unaqa gapirib qo'ydi. Qotib ketdi. Yamal keltirish kerak-da endi. Yamal ko'p hollarda bu gaplariga javob ham bergan. Bir xil paytlar bera olmay ham qolgan. Sababi Fransiyaga qarshi o'yinda oltin to'pni yangi egasini biz o'yindan keyin bilib olamiz deganda Fransiyaga uzoq masofadan juda ham chiroyli gollarni urib chiqib ketgan. Ya'ni gapiga javob bergan. Bera olmay qoladigan paytlari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha Millatlar Ligasi finalida Portugaliyada Ronaldoga qilingan harakatlar, gollar samashni nishonlayman deb Nico Williamsga nisbatan gaplashayotgani tarqalib ketdi. O'yin yakunida lekin gaplariga javob bera olmadi. Yamalda bir xil payt javob beradi yoki bera olmaydi. Boshqa paytlarda javob bera olmayapti. Lekin bir yosh bolada. Yosh bola, 18 yoshda sizlarning hayotingizga pul kelyapti. Endi qo'pol bo'lmasa aytamiz, juda ham ko'p oldinglarda. Qizlar endi bu fakt. Lamine Yamal atrofida har kuni mazza qilasizlar, har kuni вечеринкаlar, faqat kulgu Neymardek bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ba'zan bor. Yo'q.
Bunaqa deb o'ylaymizmi? Neymar o'sha davrda ham qizlar bilan ko'p отношенияda bo'ladigan, munosabatda Ommaga bo'ladigan chiqmasligi paytlarda ham ommaga chiqmasligi mayli, o'yini ham zo'r edi-da. PSJga o'tgandan keyin ham Neymar juda ham zo'r o'yin o'ynagan. Zo'r o'yin ko'rsatgan, shu oxirgi yillarda ko'p jarohat oldi, keyin Saudiyaga ketishga majbur bo'lib qoldi. Lekin Neymar Kasinoga berildi. Kazino. Neymar El Clasico'lardan oldin buni videoda ham gapirdim. El Clasico'lardan oldin bundan provokatsion so'zlarni ham ishlatmasdi, tashlashmasdi ham. Maydonda ham Neymar maydonda dribling, texnika bilan hammasini hal qilib qo'yadigan futbolchi edi. Neymarda unaqa xarakteri yo'q edi. Marca nashrining jurnalistlari gapirgan, ya'ni Yamanni e'tiroz nima tanqid qilgan o'sha Real shouda Realga nisbatan gapirgan gaplarini. Bu hech qanaqangi Neymarni ham, Messini ham izidan ketmayapti. Bu Pikeni izidan ketyapti. Pike o'yindan oldin shunaqa gaplarni gapirardi. Pike shunaqa provokatsiya bilan shug'ullanardi. 5 daqiqa ko'rsatib Endi qo'pol qilib aytganda, qizlarga yaqin yurish o'xshash tomonlardan aytadigan bo'lsak, Ronaldoda ham bu narsa ko'p bo'lgan. Lekin bizgacha ko'p yetib kelmagan, lekin Ronaldo bilaman, gazetalarda ko'p o'qirdim. Ronaldo juda ham katta jarimalarni to'lab yurgan, qizlarning orqasidan Amerikada bo'lgan paytlarda, lekin maydonda ham shuni ko'rsatib qo'ygan, o'zini qandayligini bu unchalik ta'sir qilmagan. Yamalda bu narsa birdaniga jarohat bilan o'sha aytilgan joyidagi jarohat bilan bu bildirdi, o'yin uslubida ham baribir Yamalda ozgina pasayish kuzatildi. 2024-yildagi Yamalni eslaylik, Yevroda chempion bo'lgan. Qay darajadagi Yamal edi. Unda oldida qizlar yo'q edi. To'g'ri bordi, oxirida bilganmiz, unda ham ana maydonga chiqib kelgandan keyin Alex Padilla degan qiz. O'shanda bilganmiz Yamalda qizi borligini, lekin ungacha bilmaganmiz. Ungacha o'zini haqiqiy o'yinini ko'rsatib kelgan. Yamal o'sha paytda juda aqlli ish qilgan. O'sha qizni boshqa bilan yurib ketganligini motivatsiyaga aylantirib, o'sha Instagram ham zo'r o'ynagandi, to'g'ri. Tashlab ketganligini, lavhalarini ko'rsatganda o'zini yana ham kuchliroq ustida ishlayotganini ko'rsatib, men hali katta inson bo'laman, katta shaxs bo'lib isbotlayman degan kelgancha bo'ldi. O'shani motivatsiyaga aylantirgan. O'sha paytlari zo'r qiladi. Har qanday ta'sir qiladi. Demak, bu gapingizdan keyin Nikol, ana artist u ham xiyonat qilish kerak. Barselona muxlislari shuni tilab qolinglarki, xiyonat qilib ketsin Yamalga. Xiyonat qilib ketsa, endi ochildi. Chunki Yamal ko'rdik. O'zi, masalan, Viniciusga o'tadigan bo'lsak, Rodrigoga aralashayotgan paytida tarjimalarni ko'rdinglar menimcha, ko'rdim. Vinicius endi uni ketaymi jamoadan degan so'zlarni aytibdi, lekin to'g'ri tushunishimiz kerak bu yerda 100% Vinicius ham haq bo'lishi mumkin. Chunki bu Viniciusda o'zini xarakteri. Vinicius har doim mana shunday xarakterda bo'lgan, yo'qotib bo'lmaydigan xarakter turlari bor-da insonda. Klassikoda ham zo'r o'ynadi, kundan yo'q qoldi. Maydondagi eng zo'ri Vinicius edi. Men uchun ham eng zo'ri. Eng zo'ri Vinicius edi. Bellingham ikkalasi eng zo'ri edi, yondirib turgan joyida. Kerakmidi Rodrigo deb savol berdim o'zimga, lekin Viniciusni ham to'g'ri tushunishimiz kerak menimcha bu vaziyatda. Endi bu yerda men e'tibor bergan jihatim Alonsoning xotirjamligi. Vinicius bu yoqda nimadirlar deb baqiryapti, Alonso xotirjam, e'tibor ham bermayapti. Qaragani ham yo'q. Bu bilasizmi? Futbolchini tarbiyalash deyiladi. Mana shu orqali menimcha Viniciusga e'tibor bermas, u chiqib ketgandi. U kiyinish xonasiga ham kirib ketdi. Ana unga o'rindiqqa o'tirmadi. Alonso kimgadir buyurdi shekilli, u kirib ketgandan so'ng yana olib chiqildi va o'shanda zaxira o'rindiqiga o'tirildi. Menimcha Alonso Vinicius borasida hali ishlasa kerak, aytgan gap so'zlari boshqa. Endi Viniciusni ham to'g'ri qabul qilishimiz kerak, chunki zo'r o'ynab turgan paytda jamoani tortib, hujumda menimcha o'sha hujum chizig'ida Mbappedan ham ko'proq harakat qildi. To'g'ri. Ketsa yaxshi bo'lardi, lekin deb o'ylayman Realdan to'g'risini aytsam. Ketib bir shu Al-Hilolga emas. Agar Al-Hilol ketsa shunaqa faqat yo'q edi. Yo'q bo'ladi rostdan. APLga borsa ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Rostdan ham. Arsenalga ketishini xohlayman men ham. Arsenalga Chunki deganda baribir qolgani bilan, baribir xohlasak, xohlamasak Mbappeni soyasida qoladi. Fakt. Chunki Real yuzi hozir Mbappeda baribir. Vinicius emas. Baribir. Zo'r o'ynasa, ming zo'r o'ynasa ham Viniciusga o'tmaydi bu. Xo'p, endi hozir Vinicius ketqazdigan deylik. Kim bor uning o'rniga variant? O'ynaveradi, zo'r o'ynab ketadi Rodrigo deb o'ylayman. Rodrigo stabil o'ynab ketib turadi chapda. Yo, Rodrigoga lekin ishonmayman, bu Xabi Alonso o'ynatishini ishonmayman lekin. Kimdir Rodrigo ishonyapti unga. Chunki ikkita baribir men bu yerda o'tgan podkastda aytganman, Vinicius bilan Mbappe ikkala bir xil o'yinchi, faqatgina nimasi bor, Mbappeda udar yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Atak, dribling, tezlik bir xil hammasi.
qanaqadir ikki xil yana ko'ryapsiz. Yakun demoqchisiz Mbappeda yaxshiroq. Da, Mbappe Zarbada yaxshiroq. zarbada yaxshiroq, realizatsiyada zo'rroq, lekin Vinicius bilan qanaqadir katta farq bor. Lekin Rodrigoni uni o'rniga qoldiradigan bo'lsak, hozir o'yin amaliyoti ham ancha kamayib ketgan Rodrigoda. Men kecha yaxshi o'ynadi, lekin klassikoda qo'ydi-ku. Undan oldingi o'yinlarda juda ham ko'p xatolar qilardi. Chesti himoya qildi. Lekin Ya, endi baribir- Alonso lekin baribir Mastantuonoga ko'proq ishonadi. Mastantuono lekin man unga ko'proq ishonadi. men hayron qolaman, Mastantuono asosiy tarkibda tushadigan darajada emas ekan. Men ko'rdim, e'tibor berdim. Kastiliga jo'natirish kerakmi? Yo endi zaxiradan tushirsa balki o'sha nima deydi, super zamena sifatida, ya'ni tezkor o'yinni kuchaytirib tashlashi mumkin. Lekin hali Gullerni yoki bo'lmasa Brahim Diasni Rodrigoni zaxirada o'tkazdirib, O'zi asosiyda yurishi. o'zi asosiy tarkibda yuradigan Ko'p bor futbolchi unaqa emas. Ko'rdik o'yinini, bitta o'yinda ko'ryapmiz, ikkita o'yinda ko'ryapmiz. O'xshamagan fintlari, g'alati bo'lgan harakatlari, rosa ham ko'p ortiqcha harakatlar qilib yuboryapti. Shuning uchun hali menimcha u asosiy tarkibga tortadigan futbolchi emas. Menimcha bilamiz, lekin potensialni Alonso bekorga olib kelgan yo'q. Aynan Alonsoni taklifi bilan olib kelindi. Potensial bordir, lekin hali uzun ustida ishlash kerak bo'lgan futbolchi deb o'ylayman. Mastantuono hali asosiy tarkibda to'laqonli tushib, asosiy tarkibni o'ziniki qiladigan futbolchi emas deb o'ylayman. Undan ko'ra kayfiyat futbolchisi bo'lsa ham baribir Rodrigon sport formada bo'lmasa ham Rodrigoni tashlash kerak deb o'ylayman. Yoki Brahim Dias yoki formada bo'lib turganda Arda Güler. Ko'proq Arda Gülerni oxirgi payt kuzatyapmiz. Real tarkibidagi menimcha eng yaxshi futbolchilardan bittasi, lekin kecha qandaydir o'yinlari chiqmadi. Aynan Fermin Lopesning golida ham uni xatosi bilan xatosi bilan yuzaga keldi. Arda Güler o'zi asosiy planga shu darajada olib chiqyaptiki, Alonso Rodrigolar qolib ketayotgan bir paytda kerak bo'lsa Vinicius ancha zaxirada o'tirdi. Faqat asosiy tarkibda Arda Güler tushirildi. Bunga qanday qaraysizlar? Arda Güler o'zi shunday e'tiborga arziydigan futbolchimi yoki? Men Realni o'yinlarini Ketmaydi hozir. ko'rayotgan paytimda aytgandim, kecha aytgandim. Undan oldingi o'yinda ham Arda Güler rosa zo'r harakat qilganda, menimcha Alonso kelib o'zgartirgan ishlarining ichida eng yaxshilaridan biri Arda Gülerni uyg'ota olgani. Chunki u Carlo Ancelotti davrida ikkinchi plankaga tushib qoldi. Brahim Diasni faqat vaqt berilmadi-da unga. Ha, shuni aytaman. O'sha Ancelottining davrida ko'proq zaxirada o'tirib qoldi. U Realga kelgan payti Yamal bilan solishtiriladigan darajada edi. Keyin umuman Yamalning yonidagi unda ro'yxatdan yo'q bo'lib ketdi, o'chib ketdi. Bunga sabab o'sha Carlo Ancelotti unga ishonmagani, unga o'yin bermagani deb o'ylayman. Misol uchun farq borda, qarang, Carlo Ancelottining davrida Rodrigo erkatoy bo'lgan. Rodrigo maza qilib ochilib o'ynagan. Hozir endi vazifalar o'zgardi. Arda Güler yangi qirralar bilan ochilyapti. Arda Gülerdan kutilgan potensial berilyapti. Lekin biz qaysidir ma'noda Rodrigoni sekin yo'qotyapmiz. Bu o'sha murabbiyni ko'zlagan o'yin uslubiga bog'liq, tizimiga tushadigan futbolchilarga. Endi bir soat Arda Güler yaxshi ochilyapti va o'zidan kutilayotgan potensialni endi berish boshlayapti va bu davomiy bo'lsa kerak. Barsa nima qilish kerak deb yozmadi bu ishda Barsa. Masalan, klassikoni yutqizdi, yillik birinchi klassikoni yutqizdi. Meni fikrim bo'yicha, lekin Realni sal omada keldi desak ham bo'ladi. Bo'lmadi. Sal ozgincha omada keldi. O'zinglar aytib ketdinglar, jarohatlar, to'g'rimi? Flippning yo'qligi va Real Madrid mana shu Barselona bosim ostida qolib ketdi Bernabeuda. Agar lekin shu Real Madrid Camp Nouga borsa nima bo'ladi? Camp Noudami? Camp Nouda. teskari yordam berdi-da baribir. Lamin Yamal katta bo'lsa. Bularda teskarisi ko'proq bo'ladi. Asosan Bernabeuda Barselona ko'proq g'alaba qozonardi o'zi shu vaqtgacha. O'zi teskarisi edi rostdan. Real Madrid Camp Nouga borib natija bilan qaytardi o'zi asosan. Endi nazarimda muxlislar faktori u qadar muhim rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Bo'lib Barselonada, chunki ko'rganmiz, Camp Nouga kelib bemalol xotirjam g'alabalarni, xotirjam gollarni urib, misol uchun o'sha Lamin Yamalni urilgan golida ham o'sha Bernabeuda nishonlangan gol edi, Storisdagi golda. Misol uchun aytmoqchi bo'lganim, bemalol golni urib, bemalol harakat qiladigan darajaga chiqib bo'lgan Barselona, shuning uchun u qadar muxlislar faktori rol o'ynamaydi. Endi Realni omad keldi deb ayta olmaymiz, chunki Real Madrid o'sha o'yinda XG bo'yicha bular 3.5 olib turgan bo'lsa, bular 0.9 bir atrofidagi XG dagi ballarni olib turibdi. Ya'ni Real balki biroz mubolag'asi bilandir, lekin total ustunlik qildi. O'sha pressing qildi, Barselona futbolchilarini boshini ko'tarishga imkon bermadi, to'p nazoratiga imkon bermayapti va o'ziga to'pni olib, iloji boricha o'sha tezlik qarshi hujumda
qarshi hujumga o'tishga harakat qilyapti. Shunda Real Madrid haqli tarzda endi omadga bog'lamagan bo'lardim-u, haqli tarzda g'alabasini yulqib oldi deb o'ylayman. Bu shuni ko'rsatadiki, Barselonada ko'proq himoyada muammolar borligini. Lekin afsalga tushdi-yu, Mbappe hammasi tushdi. U Flickni har doimgi tuzog'i bo'lishi mumkin. Tushadi lekin. baribir ushlab oldi. Mbappeni ushlaydi har doim. Asosiy bu yerda muammosi Barselonani himoyada muammosi bor. Realda hujumchilar ko'rdik. Mbappe ham pik formasida, Viniciusda ham yaxshi formasida deyishimiz mumkin. O'sha muammo Barselonada baribir himoya. Baribir Inigo Martinezni eslashga majbur qiladi inson. O'tgan yili masalan juda ham Barselonaning himoyasi juda zo'r edi. Inigo. Real Madrid. Ofsayd tuzoqlari ham o'xshar edi o'tgan yil. O'tgan yil o'xshar edi. Bu yil bilib qolyapti ko'pchilik. Ano Barselona muxlislari bekorga ham Inigo Martinezni Mr. Offside deb nomlagan. Ushlashda zo'r edi. Inigo nomidan ko'ra Mr. Offside nomini ko'proq tilga olishardi, chunki bu o'sha offside tizimida asosiy figura, asosiy futbolchi baribir Inigo Martinez bo'lardi va uni ketidan qolgan futbolchilar shunga qarab harakat qilardi. La Liga haqida gapirsak-chi, La Liga haqida o'zi. La Ligada Kim yutadi La Liga? Qaysi jamoa yutadi? Atletico, Real yoki Barsa? Atletico ko'proq anaqa bormi deyman-da, imkoniyat bormi deyman yutishga. 5-2 bo'ldimi oxirgi o'yini? Bu o'yindan keyin o'zi Simeoneni tushunib bo'lmaydi. Bir xil o'yinlarda o'zini ko'rsatadi, balki o'yin yopiladi. Endi bu yerda baribir Real ko'proq favorit bo'lsa kerak bu mavsum. Chunki Xabi Alonso qurayotgan jamoa ham chakka emasligini ko'rdik. Chunki haqiqiy raqobat taklif qiladigan jamoa La Ligada Barselona, Atletico, Real Madridga. Alonsoni biz qanday tan oldik? Kuchsizroq bo'lgan jamoalarga nisbatan yaxshiroq natijalar qiladigan murabbiy sifatida shunday bo'lyapti. Bunday shansdan foydalanib qolsa kerak Alonso. Endi Barselonadagi muammolar, Diego Simeoneni o'xshamaydigan taktikasi, Sorlot, Alvarezlar qutqarib ketayotgan bir paytda. Aynan La Ligada hozirgacha endi Real albatta favorit. Hozircha Atleticoda ancha oldinda, menimcha 11 ochkomi oldinda adashmasam. Barsadan 5 ochko oldinlab ketdi. Hozirgacha endi Real favorit. Real jotib bo'lyapsiz. Lekin hali 28 ta tur bor endi. Shunday. Hozir aytib bo'lmaydi. Sadorbek bitta faktorni e'tiborga olish kerak. O'tgan mavsumda Flick kelgandan so'ng o'sha Flick qo'l ostida Barselona ilk inqirozini boshidan o'tkazganda deyarli 10 ochko Realdan ortda qolgandi va biz o'sha paytda baholab bo'lgandikki, bo'ldi, Flickning filmi tugadi. Flickni o'yini shu paytgacha ekan, bo'ldi. Endi bu yo'lga Real tizginni qo'lga oldi, La Ligani bermasa kerak degan fikrlarimiz bor edi. Chunki o'sha paytda Barsani inqiroziga asosiy sabab Lamin Yamalga bog'lanib qolgan Barsa, Yamalga bog'lanib qolgan Rafinha edi. O'sha paytda Yamal jarohat oldi, Real Sociedadga qarshi uchrashuvda menimcha yo Alaves yo Real Sociedadga qarshi uchrashuvda jarohat oldida u chiqib ketdi. U chiqib ketgandan so'ng o'sha Yamalga bog'lanib qolgan Kunde bu yoqda Rafinha bilan o'ng qanotda chiqishib o'yna olmadi. Rafinha o'sha Yamal bilan o'zaro bog'liq edi jamoa va o'sha sababli Barselonada inqiroz bo'lganligi uchun 10 ochkogacha deyarli o'sha tafovut paydo bo'lgandan so'ng biz o'sha chempionlikni Real Madridga topshirib qo'ygandik. Lekin o'z-o'zidan bu yerda yana bir faktor rol o'ynadi. Barselona Yamal qaytgandan so'ng o'ziga kelib oldi va bahorga chiqqandan so'ng o'zi aslida bahorda Real zo'r bo'lib ketish kerak edi, odatdagidek. Lekin bu safar aksi bo'ldi. Carlo Ancelottining so'nggi davri bo'lganligi uchun o'sha kayfiyat, o'sha jamoa ichidagi muhit buzilganligi uchun Realda inqirozlar ko'payib, aksi, ochkolar yo'qotdi va buni aksi bo'ldi. El Clasico'da yutib olgandan so'ng Barselona yana chempionat tizginini turnir jadvalidagi boshqaruvni o'z qo'liga olib yana chempion bo'lib ketdi. Shuning uchun hali menimcha chempionat boshlanganiga 2 oy bo'ldi. Necha tur o'tdi hozir? 11 tur. 28 ta tur bo'lsa, 10 ta 12 ta turdan keyin keyin baho bermaslik kerak deb o'ylayman. Menimcha endi yuzaga kelgan fikrlarni ham ehtimol yangi yildan keyin yanvar oylarida yoki fevral oylarida bildirsak, shunda sal adolatli bo'ladi. Chunki realizatsiya juda ham ko'p vaqt olib borishi mumkin Barselonada. Shuning uchun chunki jarohat bitta ikkita futbolchida emas, juda ham ko'p. Lekin safga juda ham ko'p bo'ladi o'zi. Bugun Lewandowski safga. Safga qaytdi. O'ylashim bo'yicha Real boshqa klasga o'tolmaydi deb o'ylayman lekin. Nimaga sabab? Bundan keyin. Men sizda bo'lsa, Klasikoda oldin ham o'z video qo'ygandim. 4 ta sabab nimaga Real yutib chiqadi. Real yutib chiqdi rostdan ham bu Klasikoda.
Lekin siz dahosiz. birozingiz bo'ladi. Lekin rostdan ham do'stlar, Realchilik qilayotgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, bu fakt. Fakt emas, mana taxminan deb aytaylik. Real bu yog'iga klassikoni yutqazadi. Bu yog'iga. Bu yog'iga 4 ta sababni aytingchi endi. 4 ta sabab hozir aytolmayman. Ya asosiy faktorlar bor. Asosiy faktor. Aytingchi qanisiz mayli. Bo'pti, video chiqarasiz keyin. Yo endi menda Realni yutish borasida yoki bo'lmasa Barselonani yutish borasida menda nima yo'q-u, faktorlar yo'q-u, chunki bilmayman u paytgacha qanaqa formada boradi, lekin kechagi o'yinga qaraganda murabbiylar o'rtasidagi o'yinda ham Alonso yutdi deb o'ylayman, chunki Flikni uslubini ustidan yuta oldi bular. Birinchi marta ofsayd to'g'ri, yaxshi ushladi, lekin o'sha Mbappeni vaziyatda ushlashdi ular. Keyin Ferminni golga keladigan bo'lsak ham, menimcha Mbappeni birinchi goldan ham ko'ra o'sha gollarni tahlil qiladigan bo'lsak, men ko'rib chiqdim, juda ham ko'p kadrlardan ko'rdim, to'p Fermindan borganligi aniq bo'lib qolyapti. Menimcha o'sha Mbappeni o'ziga ham berilganda qaysi golingni tanlaysan, birinchi goling, o'sha ikkinchi goling o'rniga almashtiraylik Bir juda ham chiroyli ishtilar. o'zi rozi bo'lmam qolardi deb o'ylayman. Gol urdi. Keyin Alonso o'yindan oldin bir fikr bildirgan. Alonso o'yindan oldin bir fikr bildirgan. Biz Barselonani eng nozik nuqtasidan hujum qilamiz, eng nozik nuqtasiga pressing qilamiz dedi va buni o'yinda isbotladi. Eng nozik nuqtasi ham o'zini kuchli tarafini belgilagan holda Kunde tarafdan hujum qildi. Chunki bu yoqdan hujum qila olmasdi, bu tarafga, Balde tarafga pressing qila olmasdi. Nega? Chunki Arda Gülerni darajasi Baldedan qochadigan tezlik u qadar yuqori emas. Arda Güler ko'proq texnikaga ixtisoslashgan, o'sha markazlashgan futbolchi edi. Shuning uchun ko'proq pressingni o'sha tarafga qaratdi, ya'ni Kunde tarafga va bu o'zini oqladi. Shuning uchun Xabi Alonso ham murabbiylar o'rtasidagi jangda, ham ikkita jamoani o'rtasidagi jangda ko'proq yutdi deb o'ylayman va keyingi o'yinlarda ham mana shu narsa juda muhim faktor bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Real men o'ylashim, nimaga o'zi bunaqa deb aytyapman, bilasizlarmi? Chunki birinchi fakt bu albatta shu Xabi Alonso. Flik ishonmayapsiz. Xabi Alonsoga ishonmayapsiz. Xabi Alonsoga ishonmayapman. Men boya aytdim, omadi keldi deb aytdim. Bu ham bor bitta faktlar ichida. Nimaga? Chunki qaranglar, Hansi Flik o'tgan yil kelganida Realchilarni bittasi ham ishonmagandi shu murabbiyga. O'sha mamlakatga ketdi. Mbappe'ga otib o'tdan Real Madrid 100 ta gol uryapti. Hammasini ichida даже oxirida Ancelotti ham bor даже. Ancelotti ham 2 ta gol urgan даже. Mamlakatga ketganda. Nimaga o'zi Real tutadi bilasizlarmi? Men o'zimni bu gapim Real nimaga tutadi? Chunki boshqa jamoani mensimaydi. O'tgan yili mana shu sababdan o'sha yutqizgan deb o'ylayman. Ular mensishmaydi. Realchilar ham mensishmaydi va Real o'yinchilari ham mensishmaydi. Boshqa jamoani. Barsachilarni ham ayniqsa-da. U Barsaga hech kim ishonmagan, siz aytdingiz boya, to'g'rimi? Ko'pchilik ishonmagan. Real favorit bo'lib turdi o'yindan oldin. Mana yana shu narsa xatga o'tdi. Real yutib chiqdi 2-1 ga va yana shu narsa mensimaslik bo'lishi mumkin o'yindan oldin. Chunki esimda bor, Super Kubokda shunaqa bo'lganda, Realchilar bilan qanchasini gaplashib chiqqandim, yutamiz. Bu yo'q klassikalarda o'sha sal qo'rquv bor edi. Endi ko'ramiz nima bo'lishini, ko'ramiz deb qo'yishibdi. Lekin Real Madrid bilan Barselona agar bir xil tempda keyingi yil klassikaga yetib boradigan bo'lsa, baribir favorit Barselona bo'lsa kerak, chunki ikkalasini aytib o'tganimdek bir xil tempda ketyapti. Barselona birinchi navbatda o'zini uyida o'ynaydi. Undan oldingi o'yindagi alami, kechagi o'yindagi alami bilan o'ynaydi. Isbotlash kerak bo'lgan narsalar Barselonada ko'proq bo'ladi. Endi bu safar mana shu sababli, undan keyin realizatsiya ham bo'lgan bo'ladi. Jarohatdagi futbolchilar optimal formasiga qaytadigan bo'lsa, masalan, hujumdagi Rafiniyani bir tasavvur qilib ko'raylik, Realga qarshi o'ynardi. Yamal ham o'ylashim bo'yicha Yamal Rafiniya ham bo'lganda deb o'ylayman mana shu yerda. Ancha Realga qiyin bo'ladi. Anchaga bilmadim. Chunki kecha Barselonaga yetishmaydigan narsa xuddi shu hujumlarni yakunlash bo'ldi-da. Finish masalasida Barselona qiynaldi. Hujumlar bo'ldi, XG yaxshi edi Barselonada ham. Masalan, 89-daqiqada Yamal Kundega pas berdi, birga chiqarib yubordi. Agar shu yerda Rafinha bo'lganda, balkim gol va yoki Lewandowski. To'g'ri. Hujumchi bo'lganda u yoqda to'xtatish, finish masalasida Ferran qandaydir kechagi o'yinda qotib qoldi. Ferranni o'yini yaxshi chiqmadi. Juda ham sekin futbolchilar. Paliqaylar. Nemoga aylanib qoldi. Nemo ham tez lekin. Buni ko'rsangiz, Nemo ham tez. Kecha Pedrini o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, Pedri qizil kartochka oldi. Pedrini Chayrasdagi birinchi 6 marta to'pni oldirib qo'yibdi. Bu juda ham kamdan kam sodir bo'ladigan narsa. Keyin Pedri pasbal oldi o'yinda. Qizil kartochka olib chiqib ketgandan keyin, lekin Pedri kurashdi. Oxirgi daqiqalargacha kurashdi. O'ynagan
shu darvozadan tashqari, Ha, Shesnidan Shesnidan o'ynagan tashqari. yagona futbolchi bu Pedri. Pedri. Bu har doim biz undan kutaveramiz. Reshfordga to'p yetib bormadi. Rashford. To'p yetkazib beradigan odam Bir ikki marta paslar berdi. Shu assistni ham shu berdi, Rashford berdi. Reshford berdi, bir ikkita paslari o'xshadi, lekin baribir Fermin qizg'andi. Bitta vaziyatda rostdan ham Fermin rosa qilgan. Ha, Birga birga Fermin. chiqardi bo'lmasa. Rashfordga shundoq berganda, Kurtovni oldiga chiqardi, keyin Rashford obratni o'ziga beraveradi, shunda ham gol ketadi. Fermin ikkita konkret vaziyatda qizg'andi. Ko'p ehtimol o'sha o'zi gol urishga qiziqqandi. Zarba bergan hollarida ham mukammal zarba bera olmadi. Buni sharhda Davron Fayziyev ham aytdi. Ya'ni qanotroqqa tepish kerak edi. Ikkita holatda ham Kurtuva turgan pozitsiyaga zarba berdi va bemalol Kurtuva to'pni egallab oldi. Va yana men Xabi Alonsoni ko'p maqtavordim va yana e'tirof etishimiz kerak bo'lgan jihat, Xabi Alonso bu yerda eng katta qilgan ishlaridan biri Pedrini zararsizlantirish. Pedri eng asosiy o'sha o'yindagi mexanizmni bajara beradigan futbolchi. Barselona flik futbolida tizimda himoya va hujumni bog'lab beradigan katta figura. Bo'lib ham Pedri hozir bu mavsum, o'tgan mavsum dahshat formasida edi. O'sha Xabi Alonso futbolchilarga shunday vazifa berdiki, Pedrini zararsizlantira oldi. Ya'ni Kamavinga va Chouameniga Pedriga alohida personal ishlashni buyurdi va ikkita bilasizmi, hozir bu yerda ko'pchilikda savol paydo bo'ldi. Nima uchun bu yerda hujumga Rodrigoni yo boshqasini tashlab Arda Gülerni yarim himoyaga tashlamadi. Bellingham va Arda Gülerni tashlab Chouamenini tashlasa bo'lardi. Nima kerak edi bu yerga Kamavinga deb. Kamavinga aslida o'sha Xabi Alonsoning ishlanmasida ikkita markaziy yarim himoyachi Pedri bilan ishlashdi edi. Bitta raqib jamoani yarim himoyachisi qachon qiynaladi, bilasizmi? Ikkita hujumkor yarim himoyachi tashlaganda emas, ikkita markaziy hujumchi. Ya'ni markazda doimiy ravishda bo'ladigan bitta markaziy yarim himoyachi bo'lgan paytda erkin ijodkor yarim himoyachi qiynaladi va bu yerda aziyat chekkan Pedri bo'ldi va qaysidir ma'noda Xabi Alonso mana shu ustidan chiqdi. Ya'ni o'sha Kamavingaga ham Chouameniga ham Pedriga nisbatan personal ishlashni, Pedri bilan o'sha yarim himoyadan hujumga o'tib ketishni, uni to'xtatishni buyurgandi va bular markaziy yarim himoyachi sifatida o'z vazifasini a'lo darajada bajarib berdi. Va Pedri deyapmiz, to'g'ri deyapsiz. Pedri zo'r. Lekin Lamine Yamalchi. Lamine Yamal o'ynamoqchimadi-da, buni tan olaman. Lekin Yamalga ham qo'yildi, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, Carreras ja maqtavolyapti Real muxlislari. Carreras unaqa zo'r deya olmasdim. U hech qanaqa Lamine Yamalni bitta epizodda zararlantirdi, lekin unga Lamine Yamalga 2-3ta bo'lib top yo'lana qilishyapti-da. To'g'ri. Carreras emas. Men to'g'ri aytdingiz, men ham shuni aytmoqchi edim. Carrerasni men e'tirof etmagan bo'lardim bu qadar. Carreras zo'r o'ynagani uchun Yamal pas oldi deb o'ylamayman. Chunki Carreras baliga qarasak ham 6-4, 6-9 o'sha pas Yamal bilan bir xil darajada pas oldi. Bu nima degani? Bu nima degani? Carreras faktori bu yerda muhim rol o'ynadi deb ayta olmayman. Yamal o'yiniga qaraydigan bo'lsak, ko'p hollarda, ko'p vaziyatlarda yakkama-yakka aldashga kirishmayapti. Yamal jarohatidan kelib chiqib, baribir jarohat bilan o'ynagani bu yerda fakt bo'lib qoldi. Jarohat juda ham katta bu yerda rol o'ynadi. Jarohati sababli Yamal biz ko'radigan aylanib olishlar, uslublarini umuman qo'llay olmadi. Tezligida ham, driblingida ham bu 100% bilindi. Balki flik etgandir, unaqa qilmagan deb. Endi men shunaqa deb o'ylayman. Flik etgan bo'lishi bunaqa qilmadi demasa kerak. Ehtiyotkorlik baribir talab qilinadi. Faqat flikdan emas, shifokorlar tomonidan ham balki bu tayinlangan. Yamalda bir 30% ham yo'q. Jarohat asosiy sababli jarohat. PSJga qarshi o'ynab shunaqa bo'ldi. Qopda shuna kiyotdi-da, orqaga beraverdi. Baribir o'sha Vinicius ham aytib o'tdi, shu orqaga berasiz. O'zidan kelib chiqib baribir harakat qilish kerak bo'lgandir. Yamal masalan holatidan o'zini xabari bor, ertaga nimadir isbotlay olmasligi mumkin. Shu sababli qandaydir o'zini tiyib turgani balki yaxshi bo'lardi. Yamalning atrofida negativ voqeliklar juda ham ko'payib ketdi. Hisobga olish kerak bularni ham. Kamiga Yamalni asosiy maydondan tashqarida qiladigan ishlari, Yamalning hayotiga, Yamalning yurish-turishiga javob beradigan otasi ham xuddiki Yamal kabi Yamaldan yoshlar. Qo'pol qilib aytganda ahmoqona prinsiplarni qo'llar ekan. Lamine Yamal esingizda bo'lsa, El Clasico'da o'tgan yilgi El Clasico 2024-yil Real chempion bo'lgan paytlarida uni jahli chiqqan esingizda bo'lsa. Juda ham jahli chiqdi. O'sha El Clasico'da orqa gol urdi-yu, keyin atmay qolgandi. Ko'rinmaganda kameralardan esingizda o'sha epizod. O'shanda juda ham jahli chiqdi Lamine Yamallar. Men o'ylashim bo'yicha mana shu El Clasico'da ham adli shu jahli chiqdi. Nimaga men o'zi aytdim, Real bu yo'g'iga tutadi deb. Chunki mana shu bolani jahlini chiqarishdi. Jahlini tushib chiqarishdi. Butun jamoa bilan yopishishdi unga. Men o'ylashim bo'yicha Yamal
Realni yo'q qiladi deb o'ylayapman. Xiyonat ham bo'lsa o'rtada. Da. Bitta xiyonat bo'lsa lekin rostdan ham. Xiyonat qilib berish kerak. Juda katta imkoniyat bor va ishonch ham bor. Endi o'sha futbolchilarning bir xil turlari bo'ladi. Agar jahli chiqadigan bo'lsa, buni motivatsiyaga aylantira oladigan futbolchilar, aksincha esa bu zarariga ishlaydigan futbolchilar. Misol, bu motivatsiyaga aylantiradigan futbolchilar qatoriga kiradigan eng katta figura bu Cristiano Ronaldo bo'lsa kerak. O'yinda o'sha himoyachilar bilan bo'lgan voqealar, o'sha Dani Alves bilan o'sha jahli chiqqandan keyin zo'r o'ynab o'rgan Dani Alvesni yo'q qilib o'rgan maydonda yoki bo'lmasa Thierry Henry o'sha Arsenalda Manchester United Arsenal bilan o'yinda Thierry Henry sani darajang emas degan ma'noda fikrlar bildirgan va o'sha o'yinda Thierry Henryga gol urib javob qaytargan. Yoki bo'lmasa yoki bu Balotelliga ham zo'r javob qaytargan va eng katta voqelik futboldagi o'sha Diego Simeonega qarshi birinchi o'yinda qanaqa jahlini chiqargandi va o'sha o'yinda jahlini chiqarganligi uchun Allianz Arenada javob bergan Diego Simeone. O'sha qilgan qiliqlari uchun, gapirgan gaplari uchun. Aytmoqchi bo'lganim, Lamine Yamal agar Cristiano Ronaldo qilgan ishni qila olsa, menimcha eski darajasidan ham yuqori darajaga ko'tarila oladi. Ya'ni Realga nisbatan bo'lgan nafratini motivatsiyaga aylantira olsa, Lamine Yamal haqiqiy darajasini ko'rsata oladi. Agar bu aksincha uni zarariga ishlaydigan bo'lsa, Lamine Yamal degan figura bora-bora bizning ko'z oldimizdan yo'q bo'lib ketishi mumkin. Chunki Ronaldo qilgan jihatlardan bittasi aynan o'sha jahlini, o'sha g'azabini motivatsiyaga aylantira olish edi. Har narsadan o'sha futbolni qidirib olgan, futbolni topib olgan, futbol nafasida yashaganligi uchun Ronaldo hozirgi paytga kelib bu mas'ul o'tdan Messi ham nega bosim qilardi? Hada endi Messini borligini o'zi bosim. Mbappeni ketmaydimi hozir shunda Yamalga raqobat taklif qilishga? Assistga yetishi mumkin lekin. Ko'proq Mbappe beradi deyiladi. bo'laman. Yamal mana shu o'tgan klassikoda javob beradi. 100 talik o'yerman mana shu qachondir klassikoda bo'lsa, yanvardami Yamal haqiqiy javob beradi deb o'ylayman. hozir Yamal sizlarni kelib chiqishinglar bo'yicha kelajak Messi Ronaldosi kim? Yo'q, endi Messi bilan Ronaldoga solishtirmaymiz. O'sha darajaga, o'sha yetmaydi hech qachon. konfliktga kelishi mumkin bo'lgan futbolchilar. Lekin men Messi bilan Ronaldoni bular bilan solishtirish niyatim yo'q. Shunchaki qarama-qarshilik har doim har davrda bo'lgan va qiziq bo'lgan. Misol uchun, birinchi davrda futbolning boshlanish davrida Maradona, Pele, o'rtada Cristiano Ronaldo va Messi va kelajakda kim bo'ladi? Kim? Sizlarning fikringiz? Endi bitta jihat bor hozir. Bu narsani oldin ham gapirganman. Masalan, Ramosni xohlasak, biz Raul Asensioni eslaymiz-da. Masalan, Kroosni xohlasak, Arda Güler deyishimiz mumkin. Masalan, yana shunday futbolchilar bor, Suarez desak, yana kimlarda paydo bo'ladi? Zlatan desak, Holland bo'lishi mumkin. Pedri desak, Iniesta, Gavi desak, Xavi desak, Gavini eslashimiz mumkin. Lekin Messi deyotganimizda ham endi Lamine Yamalni ko'pchilik eslayapti, lekin Ronaldo deganimizda bizni miyamizga hech kim kelmaydi. Shu gapingizga qo'shilmayman lekin. Ronaldoda siz kimni ayta olasiz hozir Hech masalan? kim aytolmayman. Lekin bilasizmi, Ronaldo bilan Messining farqi nimada? Ronaldoni men dunyodagi eng zo'r futbolchi deb aytolmayman. Lekin faqat Messi. Lekin to'g'ri, bo'lishi mumkin. Ikkilovi ham zo'r. Lekin Ronaldoga ruschada aytganda kandidat bo'lish uchun kim bo'lishi mumkin? Ronaldoda bosh bilan zo'r o'ynaydigan, Ronaldoda ikkita oyoqda ham yaxshi o'ynaydigan, dribling ham qila oladigan, texnikasi ham bo'lgan, tezligi ham bo'lgan, universal Ronaldo tipdagi futbolchilardan kimni ayta olasiz hozir birdan? Hozir aytolmayman, nima demoqchi? Yo'q. Yo'q, Ronaldo Messi hech kim taqqaslolmaydi. Lekin Messiga yaqinroq, Yamalda o'yin yaqinroq. Mana shu gapingizga yana qilmoqchi edim-da. Yamal Messiga emas, Yamal Neymarga yaqinroq. Messiga hech kim tenglasha olmaydi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki Messi qiladigan ishlari bu futbolni любой joyidan bor-da. Pas berish, dribling, kerak bo'lgan paytda realizatsiya, udar. A ot Ronaldo to'ppa-to'g'ri u atlet. Ronaldo futbol atletizm bo'yicha eng zo'r. Gol uradigan futbolchi. Da, gol mashinasi. Xullas, Yamalga hozir Yamal darajasidagi yosh futbolchi ko'rmadi. Messi bilan Ronaldo hech kim tenglasha olmaydi menimcha. Güler. Yo'q, Güler Ronaldo topmaydi. sifatidami? Güler Ronaldo emas, Güler raqobatchi sifatida. Güler men Kroos darajasida bo'lishi mumkin. yuqorida men fikr O'zil bildirdim. bo'lishi O'zil mumkin. bo'lishi mumkin, aytmoqchi. Lekin Yuqorida men fikr bildirdim. Yamal bilan Güllerni solishtirish menimcha xato narsa, chunki Yamal ko'proq Güller ko'proq markazlashgan futbolchi, hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasida ham o'zini yaxshi his qiladi. U winger xohlaymizmi yo'qmi, biz
o'sha zo'r o'yin ko'rsatgani bilan, texnikasi zo'r bo'lgani bilan, zarbalari zo'r bo'lgani bilan baribir hujumkor yarim himoyachi bilan Vengerni solishtira Ronaldo olmaymiz. bilan Messi Baribir bo'lmaydi, unaqasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. mana shu ularning gegemonligi bir 10 yildan oshiq bo'ldida. Oltin to'pni hech kimga berishmasdi. Modric olib ketib qoldimi o'shani tugatdi. Bir orada. 2018da Modric. Shundan keyin Messi davom ettirdi keyin, to'g'rimi? Messi davom ettirdi lekin. Yo, ular ikkita monster har yili 40 tadan ko'proq gol uradi. Kim hozir shunaqa gol uradi? Mbappe, Haaland faqat bilamiz, to'g'rimi? Harry Kane. Lekin Harry Kane ham bor ha. Mbappe bilan Haaland aytadigan bo'lsak, Ronaldo bilan Messida bor xarakterli ularda salgina yetishmovchiligi bor. Bitta ligada Balki bitta ligada o'ynamasligi bo'lishi mumkin. Agar Haalandni balkim Haaland deganda robot. Biz Messi yoki Ronaldoni eslaganimizda robot ko'z oldimizga kelmaydi. Go'zallik, tezlik, qiziq. qiziqqon o'yin, aldab o'tishlar. Haalandni aldab o'tganini juda ham kam ko'ramizda o'zi aslida. Lekin yakunlash, finish jihatdan Haaland eng zo'ri bo'lsa kerak. Unga Mbappe eng yaxshi raqobatchi agar Haaland Barselonaga o'tadigan bo'lsa, lekin Haalandga yetadigan puli bo'lmasa kerak, chunki Haalandni shartnomasi ham 2033-yilgacha belgilangan. olib kela olmasak Olib kela olmasa, hech qachon olib kela olmasa kerak. Maydon keyin ikkalasini misol uchun Haaland bilan Mbappeni, Messi bilan Ronaldo deydigan taqdirimizda ham yoki bo'lmasa o'sha darajaga chiqishi mumkin degan taqdirimizda ham bunga menimcha asoslar topa olmaymiz. Chunki Messi bilan Ronaldoni maydondagi xizmatlarini qamrovi juda ham keng bo'lgan. Jarima zarbasini o'zi Hamma tepadi. narsani Mushak zarbasini o'zi tepadi. Hamma narsa. Bosh bilan Messi urgan, Ronaldo urgan. Haaland Mbappeni tasavvur qilolmaysiz jarimadan uchun ko'rish. Mbappe bir marta urdi. Endi urdi. Haaland urganmi yo'qmi bilmayman. Misol uchun men Barsaga qarshi. Messini ham Ronaldoni ham maydonda qamagan ishini men topa olmayman. Lekin bularni Mbappe bilan o'sha Haalandni maydondagi xizmatlari baribir cheklanadi. Xohlaymizmi yo'qmi? Jarima zarbasiga kelib ham cheklansin ham o'sha ham muhim faktor. Misol uchun juda ham ko'p gollarni o'sha jarima zarbasidan Mbappeni yana bitta narsasiga e'tibor berishimiz kerak, bosh bilan ham ko'p gol urmaydi. To'g'ri. Mbappe Haaland uradi. Mana shu Sardor bek siz aytgan gapingizga bir aytmoqchi edim, balki futbol o'zgargandir o'zi. Hozir taktikalar, murabbiylar nima so'rashyapti. U paytlarda mana shu Ronaldo bilan Messi prime davrlarida futbol unaqa qiynmasdi balki. Murabbiylar Qachon ma'noda qiyin emas. masalan, taktikalar unaqa hozir e'tibor bergan bo'lsak, futbol o'zgardi. 2014-yildagi futbol bilan hozirgi futbolga ko'radigan bo'lsak, Jangovar futbol yo'q. Yo'qsiz. Pragmatik, faqat natija uchun. natija uchun va ko'pda faqatgina kurashlardida. ko'pincha menimcha yarim himoyada kurash bo'ldida hozir faqat. Kimmi yarim himoyachisi yaxshi bo'lsa, yarim himoya zo'r bo'lsa, o'sha gol urib ketyapti. Bu E'tibor oldindan edi bu. e'tibor bersangiz, Lekin yarim himoya doimo muhim faktor bo'ldi. futboldan juda ham Aynan Guardiola davrida ham bu Xuddi Vengerlar hozir yopilib qolgandek. Yaxshi emas xuddi. U paytlar rostdan ham shu Ronaldo, Messi prime Futbol. davrida gollar ko'p bo'lardi va futboldan individuallikka ko'proq aniq e'tibor berilardi-da. eng xafa bo'ladigan jihatim futbolda emotsiya juda kamayib ketayotgani. Ha, endi kamayib Emotsiya juda ham kamayib ketyapti. Pragmatik futbolchi natija uchun bo'lib qolyapti hammasi. Alonsoda ham buni ko'ryapmiz. Arne Slot Liverpulni faqat shunga natija uchun o'ynatyapti. Bo'lmasa Yurgen Klopp kelganidan keyin qanday darajadagi oilani qura olgandi. Ya endi Oilani yo'qolish sabab bo'lyapti. Masalan, Juventus qanday o'yinchilari bor edi, qanday jamoa edi. Bundan 7 yil, 8 yil oldin. Dybalalar o'ynaydigan paytlarda masalan. Hozir kim Juventusda? Hech kim o'yinlarini ham kuzatmayapti o'zimizdan. Ushlab turgan ekan, shuni sezdik. Mana bu yil Juventusda yo'q bo'lib ketdi. Aseriyadan chiqib ketdi. Miyamizdan ham boshqa joylardan ham. Futbol emotsiyasini juda ham yo'qotdi deb so'nggi o'ylayman. 8 o'yinda g'alaba qozona olmayapti. Lekin Juventus bu juda ham yomon holat. Murabbiy ham Muxlislari o'sha sport jurnalistlari nega murabbiy o'zi birligidan ketmayapti jamoadan degan savollarni qo'ygan. Out degan fikrlar boshlanib ketgan allaqachon. Bilmadim endi Juventus bu alohida bir podkastda gaplashiladigan mavzu bo'lsa kerak. Xullas, ana endi eng qiziqarli mavzuga o'tadigan bo'lsak, qaysi haqida gapirdik. Chempionlar Ligasi. Eng qiziq davrlarga o'tib Chempionlar Ligasini bir qanaqa fikrdasizlar? Chempionlar Ligasida hozir eng yaxshi o'yin ko'rsatayotgan jamoalar Real Madrid ham deb ayta olmaymiz bu yerda. Eng yaxshi o'yinni ko'rsatayotgan jamoa Bavariya bo'lsa kerak, PSG bilan. Bavariya yoki PSG shu 2020-yilda bo'lganda final, xuddi shu finalni balki qaytada ko'rarmiz. Barsaga ishonmayapsizmi? Barsaga ishonchim to'g'risi tushib ketdi ancha. Chempionlar Ligasidan ayniqsa. Liverpul rostdan ham. Liverpul mehmonda Galatasaraydan mag'lubiyat bilan qaytdi. Eintrachtni yutdi, lekin Liverpulning imkoniyatlarini unchalik yuqori baholamayapman, chunki tizim buzilib qolgan Liverpulda. Arsenal unutib qo'yamiz keyin. Tizim Yurgen Kloppdan qolgan tayyor jamoani Arne Slot
olib keta olmadi deb o'ylayman yoki buzib yubordi deb o'ylayman. Hozirgi buzib yubordi, nimaga? Isakni olib keldi, Ekitikini, Virtusni olib keldi, jamoani umuman o'zgartirdi, lekin tizimni o'tgan yilgidaqa ushlab qola olmadi deb o'ylayman. Ha, bunaqa bo'ldida, birinchi O'yin mavsum uslubini. o'sha klub ketgandan so'ng xohlaydimi yo'qmi Arne Slot o'zini jamoasiga aylantirib bora olmasdi. Chunki u xohlaydigan futbolchilar kelmagandi o'tgan mavsumda va u to'laqonli klubni futbolini, klubni jamoasini davom ettirdi va shuning uchun u natija berdi. Endi esa Slot o'zi xohlagan futbolchini olib keldi. Frimpong, Wirtz, yana Kerkez olib kelindi, Ekitike, Isak olib kelindi, juda ko'p futbolchilar olib kelindi va u o'zini futbolini quryapti va men buni mutlaqo to'g'ri qabul qilaman va yaxshi qabul qilaman. Ya'ni bir jamoani bir jamoani birinchi tizimdan ikkinchi tizimga o'tganida xohlaymizmi yo'qmi, baribir davr almashinuvida futbolchilarning adaptatsiyasi, yangi kelgan futbolchilar birinchi mavsumdan katta narsa talab qilinmaydi va adaptatsiya bo'layotgan davrda baribir jamoani kichik inqirozga yuzishi to'g'ri qabul qilinadi. Misol uchun Manchester City ham hozir o'zini o'sha tiki-takalashgan futboldan, o'sha Gvardiola paslashgan futboldan kechyapti, uzun pasga o'tyapti, vertikal futbolga ko'chyapti. Bekorga o'sha futbolchilarni olib kelishda bunda bilishimiz mumkin. Misol uchun nima uchun pas o'ynaydigan darvozabonni ketkazib Donnarumma olib kelinyapti. Donnarummani ko'rsak, assist qayd etgan darvozabonda, assist qayd etib boshqa uzun paslari bilan mashhur. Donnarumma kelyapti. Bu Gvardiola birinchi tizimdan ikkinchi tizimga o'tyapti degani. Shuning uchun ham hozir Gvardiolada mag'lubiyatlar bo'lib turibdi. Tizimdan tizimga o'tishda biroz kichik muammolar yuzaga kelyapti. Zo'r fakt. Gvardiola jamoasi, ya'ni Manchester City'da bu mavsum to'p urarlarda Holland 12 ta gol bilan to'p urar, ikkinchi o'rinda Brentfordning qaysidir futbolchisi, ya'ni o'sha o'yinda 2 ta avtogol urgan. Bu shuni anglatadiki, boshqa hech qaysi futbolchi gol urmayapti. Bittadan ortiq gol ura olmayapti. To'g'ri. Bu bunday o'ynayotgan Manchester City'ni Chempionlar Ligasida favorit deb atash menimcha xato bo'lsa kerak. Manchester City'ni, Liverpoolni qurilayotganligi jihatdan oladigan bo'lsak, men qo'shmagan bo'lardim favoritlar qatoriga. Yuqorida bu yokish aytganda Bavariya o'sha har doimgidek o'zini vajohatli holatida bo'lib ham agar Musiala qaytib o'zini darajasida o'ynaveradigan bo'lsa, yana ham bu xavflilashadi. Bavariya o'sha Luis Diaz Liverpooldagidan yuqori darajada, Harry Kane yana ham fantastik darajada va Bavariyani favoritlar qatoriga qo'shgan bo'lardim. Keyin baribir xohlaymizmi yo'qmi Realni Chempionlar Ligasi va Real deganda baribir ko'z oldimizga o'sha daraja keladi. Real hozir o'sha uzun futbolda, qarshi hujumda, tezkor futbolda juda ham xavfli darajaga chiqib bormoqda va katta jamoalarga qarshi katta o'yinlarda qanday tayyorlanishni biladi. Shuning uchun Bavariya bilan Realni qolganlarga nisbatan favoritroq sanayman. PSG-chi? Ya PSJni bilmadim endi. PSJni hali PSG umuman Liga 1 ga e'tibor bermay qo'yibdi. Statistikani ko'raymi, Liga 1 da faqat mag'lubiyatlar ko'payib ketibdi, lekin Chempionlar Ligasi oldidan chiqqanida hammasini aytyapti. Yana bitta narsani aytmoqchi edim, Bavariya tarkibida kameraga qarab aytaman bu gaplarni hammasini. 17 yoshli bitta futbolchi chiqqan, ismi Karl aka. Juda ham iste'dodli, oxirgi o'yinda ham juda ham chiroyli gol uribdi. Mana shuni eslab qolinglar. Karl yaqinda juda ham katta kelajak bo'ladi mana shu futbolchi. Xullas, sizlarning taxminingiz kim gapirmayapti hozir. Bavariya, Real, PSG favoritlar to'g'rimi? Shunaqa. Apeldan yo'q. Bu yerda ko'pchilik Arsenalni tashib ketdi deb xafa bo'lyapti. Arsenalni men favoritlar qatoriga u qadar qo'sha olmayapman. Nega? Chunki Arsenalni futbolchilarida, Arsenalni o'sha ichki muhitida hali Chempionlar Ligasini yutishdagi nima deydi? Ishtiyoq, nima deydi? Tajriba hali shakllangan yo'q. O'sha ishonch yo'q-da. Xarakter tarkibni zo'r shakllantirdi, lekin juda ham. Endi bu yog'iga shakllantirdi-yu, jamoa misol uchun hozir APL Chempionligiga to'liq tayyor bo'lishi mumkin, lekin hali Chempionlar Ligasini birinchidan tajribasi futbolchilarda u qadar yuqori emas. Chempionlar Ligasini chempionlik xarakteri hali u qadar rivojlanmagan, shakllanmagan deb o'ylayman endi bu yog'iga ko'ramiz nima bo'lishini. Xullas, bizning variantimiz shunda sizda qaysi bo'ldi? Men aytolmayman to'g'risi, lekin barcha keyingi pasga o'tadi, uyeraman. Meni taxminim PSG yoki Bavariya. Endi bu yog'iga menda Barsa bor lekin. Ko'ramiz, Chempionlar Ligasi bu har doim anonik qanaqa turnir, qaysidir jamoa yutib ketadi, qaysidir jamoa favorit degan jamoa yutib ketadi. Interda 2 marta finalga chiqishini taxmin qilganmidingiz so'nggi 3 yil ichida? Yo'q. Chempionlar Ligasi. Bu yog'iga ko'ramiz nima bo'lishini do'stlar. Xullas bizani podkastimiz ham o'z nihoyasiga yetayotgandek. Sizlarga juda ham katta rahmat. Tahlil qildik. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Taklif uchun rahmat sizlarga ham. E'tibor berasizlar, biz oddiy insonlarimiz, ya'ni
professional inson emasmiz, shunchaki professionallikka intilayotgan insonlarmiz. Sizni jamoangizda nima deydi, sizga yoqmaydigan gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz hammadan. Shularga e'tibor berasiz deb umid qilaman. Albatta, jamoalar haqida fikr bildirayotganda o'zimizni shaxsiy nuqtai nazarimizdan, o'zimizni pozitsiyamizdan kelib chiqqan holda fikr bildirdik. Muxlislarda bitta holat bor, muxlislarda bitta xarakter bor. Muxlis doimo o'ziga kerakli bo'lgan fikrni eshitadi. Muxlis doimo o'zi xohlagan fikrni o'sha eshitayotgan odamidan eshitishni xohlaydi. Shuning uchun agar biz muxlis xohlayotgan gapni gapirib qo'ygan bo'lsak, xohlamayotgan gapni gapirgan bo'lsak, qayerdadir sizni jamoangizga yoqmaydigan fikrlar eshitilgan bo'lsa, bizni ma'zur tutasiz. Biz o'zimizning shaxsiy fikrimizni, o'zimizning shaxsiy nuqtai nazarimizni bildirdik. Xullas do'stlar, hammaga rahmat. Bizni podkastimizni o'tkazib yubormanglar, bu yog'iga Chempionlar Ligasining eng zo'r davrlari kelyapti va qiziqarli mehmonlarni chaqiramiz. Podkastimiz yo'g'iga qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.